Muhammadjon, hozir ko'rsatib bergan kvartiramiz 2-qavatda joylashgan Fayzobod masjid yokida Saxriniy больница atrofida. 7 qavatli liftli domimiz. Liftlari hammasi ishlab turibdi, lekin 2-qavatga lift nima kerak? Albatta, etaji 2, zal 6 etaj, 65 kvadrat, to'liq Yevrotamirdan chiqqan kvartira. Kattagina zal xohlagan obunachilarimizga mana shu zalchasi, 6 ga 4 zalimiz. Uyimiz balandligi 3 standart, patologli natijnoy, devor gird atrofi однотонный обойlar bilan ta'mirlab qo'yilgan, eshiklari esa podzakaz MDF eshiklardan. Yotoqxona qismini ko'rsatib o'tamiz. Yotoqxona qismi ham kattagina, bitta oila mazaq qilib yashash uchun mo'ljallangan kvartiramiz. Shu kecha kunduzda ijara qo'yib, ijaradan foydalanmoqchi bo'lgan obunachilarimizga mana shu kvartira olib obstanovka qilib ijara berilsa, 300-400 dollargacha bemalol ijara berilyapti bu territoriya. Endigi navbat esa oshxona qismiga va sanuzul qismiga. Oshxona qismi ham kattagina, xonalari hammasi polnotseniy tushgan, derazalik, bahavo joyda joylashgan domimiz. Isitish mana bu duxotini kachol orqali, kachollari xonamizda shochkalar almashgan, hammasi oyoq taglari to'liq laminat qilib borilgan. Bu esa sanuzul qismi. Sanuzul ham kattagina, kafillar kombinatsiya qilingan litiy unitazlar Coco firmaniki. Plus stack simisitil akril vanalargacha o'rnatib qo'yganlar. Mana shu 2 xona 2-qavatda joylashgan kvartiramiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzilimiz Buxoro shahar, Fayzobod masjidi yokida Saxriniy больница atrofida. Narxga keladigan bo'lsak 41,5 deyaptilar. Yana ozroq summada arzon qilib kelishtirib berar ekanlar. Srochcha sotilyapti. Orientir Fayzobod masjidini bilmaydigan obunachilarimizga albatta Karzingani aytib o'tamiz. Sharqda Karzinga joylashgan, Karzinga bilan kelaverishda katta yo'lga yaqin. Kelinglar, ko'ringlar, chiroyli kvartiramiz egasiga aylaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat.